butun dunyo gemoroy bilan kurashyapti. Chiqib qolgan narsa u tashqariga chiqib qolgan, u o'z-o'zidan yo'qolib ketmaydi. Bizga asorat bilan murojaat qilib keladigan kasallar juda ham ko'p. Operatsiyani qildi, ish bitdi, bo'ldi. 40 yoshda ham bir xil vaziyatlar bo'ladi. Yo'g'on ichangni tekshirib keldingman. Chunki 15 marta ichib kelgandan keyin qayerda yara bitadi? Bu yerda yara bo'ladimi? Jarohat sohasidan o'tib, uni har kun klizma qilib, ichini tozalab, keyin olib borib kolonoskopiya qilish u azob. Hech kim bilmaydi nima uchun? Chunki diagnostika qilinmagan. Gemoroyda o'sha svechani sotish uchun, mazni sotish uchun rakka aylanadi. Bo'lmasam nima qilmaysan deb mana bemorlar juda ko'p aldanyapti. Respublika, butun dunyo bo'ylab kuniga nechtalar operatsiya o'tkaziladi. Masalan, u dori bilan davolanganda edi bizga ish qolmasdi-da. Anal sohasida ha deb operatsiya o'tkazish bu to'g'risini aytganda bemor uchun stress. Bir ko'payib ketdi-da. Juda ham ko'p. Nima uchun? Chunki mana biz asosiy o'quv markaz bizda malaka oshirishdi. Bizning klinikamizda endi markaz proktologiya markazi bo'lgandan keyin hamma malaka oshiruvchi kursantlar bormi, vrachlar bormi kelishadi. Muammo yo'q, o'qitamiz, qo'ldan kelgancha o'rgatamiz, bosh qilamiz, lekin o'sha 6 oyda o'qishni bitirib turib birdaniga operatsiya qilib ketish qiyin. Boshida o'sha qanaqadir yonida malakali inson bilan operatsiya qilib boshqa qilsa muammolar kamroq bo'ladi. Biz o'zimiz ham o'rganganmiz, xuddi shunday o'shalarday o'rganganmiz, boshqa qilganmiz, lekin bizda oldimizda ustozlarimiz bo'lgan, ustoz ko'rganmiz. Har bir kamchiligimizni ustida ishlaganmizda. Lekin ularda masalan o'sha chasniga chiqib ketgan odamni oldida ustida ishlaydigan odam yo'q. Kamchiligini ko'rsatib berib, yo'q bunday emas, bunday deydigan odamlar yo'q. Shuning uchun ham asoratlar ko'payadi. Shuning uchun ham bizga asorat bilan murojaat qilib keladigan kasallar juda ham ko'p. Birinchidan, ikkinchidan ko'p joyda masalan nimani aytib o'tmoqchiman? Hozirgi kunda yo'g'on ichakda kuzatilayotgan o'sma kasalliklari, yallig'lanish kasalliklari juda ham ko'p. Faqatgina kasal keldi, bo'ldi, operatsiya qilish kerak. Tamom, operatsiyani qildi, ish bitdi, bo'ldi. Unaqa bo'lish kerak emas-da. Kasalni birinchi yo'g'on ichagini tekshirib, u yoqda haqiqatdan gemoroymi, haqiqatdan svishmi, haqiqatdan treshinami, yo'g'on ichakda qolgan qismlarida yara, divertikul, polip, o'smalar yo'qmi degan savolni hech kim ko'tarmaydi. Kelgan kasallarimni 45 yoshdan tepasini maksimalni harakat qilaman. Даже 40 yoshda ham bir xil vaziyatlar bo'ladi. Yo'g'on ichagini tekshirib keldingman. Qanchalik u bemorga yoqmasligi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin, lekin dunyo standartida bor. O'zini ko'ngli xotirjam bo'ladi. Meni ko'nglim xotirjam bo'ladi. Shunaqangi vaziyatlar bo'lgan, operatsiyadan keyingi davrda gemoroy qonash bilan kelyapti. Gemoroyni operatsiya qilyapsiz, lekin bemorda operatsiyadan keyin ham qon ketyapti. Operatsiya qilib bo'lganingizdan keyin uni diagnostika qilish, yo'g'on ichak diagnostika qilish juda ham qiyin. Bemorda yara bo'ladimi? Jarohat sohasidan o'tib, uni har kun klizma qilib, ichini tozalab, keyin olib borib kolonoskopiya qilish u azob. Uni tushunish kerak. Masalanda, u operatsiya qildi, bo'ldi, ketdi emas. Kasaldan maqsad pul olish bo'lish kerak emas. Maqsad kasal tuzalish kerak. Dальнейшем ertaga masalan yo'g'on ichakda juda ko'p operatsiyadan keyin o'sma chiqqanlari bor. Ana shu aytganimdek qonab qolganlari bor, polip chiqishi bor, divertikul. Hech kim bilmaydi. Nima uchun? Chunki diagnostika qilinmagan. Ichak tekshirilmagan. Hozir eng birinchi o'rinda har bir kelayotgan bemorda maqsad birinchi ichak tekshirish kerak. Ichakni ko'rib, ichakda hech qanaqa muammo bo'lmasa, keyin operatsiya qilsangiz, ertaga ko'nglingiz xotirjam bo'ladi. Muammo kam bo'ladi. Ertaga kasal ichagi haqida ma'lumotga ega bo'ladi. Bunaqa vaziyatlar hozir oxirgi paytda juda ham ko'p bo'lyapti. Nima? To'g'ri diagnoz qo'yilmagan. Mana ichakda yallig'lanish kasalliklari bor, qon ketishi bilan keladi. Ichi kuniga 10-15 marotaba qon shilliq, yering aralash. Nagruzkani hisobiga gemoroy bezovta qilib boshlaydi. Ichi ko'p ketgandan keyin gemoroy tugullariga nagruzka bo'lgandan keyin gemoroy bezovta qilib boshlaydi o'z-o'zidan. Nima qilishadi? Gemoroyni operatsiya qilishadi. Ana u keyin umuman yara bitmaydi. Nima uchun? Chunki 15 marta ichib kelgandan keyin qayerda yara bitadi? Organizm immunitet tushib ketadi 15 martalab ichib kelganda. Oqsil elektrolit
tuz hamma narsani yo'qotadi. Organizmda kuchi bo'lmagandan keyin qayerdan bitadi? Ana u keyin kasalni shunaqangi qiynaydigan holatlari bor. Shunaqa. Afsuski, o'sha yo'g'on ichakni birinchi tekshirib, to'g'ri diagnoz qo'yib, keyin operatsiya qilinmadimi, bu narsalar davom etib ketaveradi. Asoratlar ko'payib ketaveradi. Bemorlar bir necha marta operatsiya bo'lishiga yoki qanaqadir professionalni lecheniyaga muhtoj bo'lib qolishyapti-da. Shuning uchun ham misol uchun bu gapni именно menga murojaat qilsin, boshqa qilsin emas. Bu gaplar bilan nima demoqchimiz? Boshqa bir proktologlar, vrachlar ham mana shu narsalarga e'tibor berishini xohlaymiz-da. Ertaga o'zini qulog'i tinch, o'zi mazza qilib uyda uxlamoqchi bo'lsa, masalan, to'g'ri diagnoz qo'yib, to'g'ri operatsiya qilinsa, ertaga любой bir bilimli odam kelib so'raganda meditsinani tushunadigan, uni qarindoshi bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Meditsinani tushunadigan yoki bir qanaqadir muammo bo'lganda ham любой joyda masalan javob bera oladi. Mana ichagini tekshirganman, ichagida muammo yo'q. Ertaga ko'ngil xotirjam bo'ladi. Kasalga yaxshi, kasalni ko'ngli xotirjam bo'ladi. Hozir masalan internet hamma joyda chiqib ketdi-da. Gemoroyda o'sha svechani sotish uchun, mazni sotish uchun rakka aylanadi. Bo'lmasam nima qilmaysan deb mana bemorlar juda ko'p aldanyapti. 3 oylik dorisini oladi, boshqa bo'ladi. Muammolarni ko'rsangiz. Masalanda uni masalan mayli, agar shu ta'sir qilsa edi, agar shu gemoroydan butunlay xalos qilganda edi, respublika butun dunyo bo'ylab kuniga nechtalab operatsiya o'tkaziladi. Nechta olimlar masalan bu o'z-o'zidan bo'ladigan narsa emas, u kavernoz tugullar chiqib qolgan narsa u tashqariga chiqib qolgan, u o'z-o'zidan yo'qolib ketmaydi. Masalan, u dori bilan davolanganda edi bizga ish qolmas dedimda, aytganda misol uchun butun dunyoda bitta men o'zimda yoki men bilan ishlayotganlarni nazarda tutayotganim yo'q. Butun dunyoda. Masalan, Germaniyaga borib o'qib keldik, Ozarbayjonga bordik, Moskvada o'qiganman. Masalan, hamma joyda bu kasallik bor. Hamma joyda muammo. Misol uchun butun dunyoda muammo. Konferensiyalarga boramiz, boshqa butun dunyo gemoroy bilan kurashyapti. Qanaqa qilib oson yo'l bilan operatsiyadan keyin og'riq kam bo'lishi uchun har xil million xil usuli bor-da, masalan, operatsiyani. Hammasi nimaga qaratilgan? Yildan yilga bemorlarda og'riq bo'lmasligiga qaratilgan. Lekin masalan, u 4-darajali gemoroyni men lazer qilib beraman deb tiz kuydirib u bemor chiqarib olib, ertaga qonab qolgan, boshqa bo'lgan millionta muammo. Shuning uchun bemorlarda hozir endi to'g'ri haqiqatan konkurensiya kuchli, juda ko'p. Hech qanaqa anov yo'q. Shikoyat yo'q, boshqa biz tomondan muammo yo'q. Faqat to'g'ri diagnoz qo'yilsin, to'g'ri operatsiya qilinsin, kasal tuzalib ketsin. Maqsad shu bo'lishi kerak. Bemor tuzalishi kerak. Masalan, anal sohasida deb operatsiya o'tkazish bu to'g'risini aytganda bemor uchun stress. Bu inson uchun stress hisoblanadi. To'g'ri bor shunaqa kasalliklar 2-3 etap bilan operatsiya qilinadi. Lekin bitta etapda qutulib ketadigan joyda masalan 2-3 marta operatsiya bo'lsa bemorlarda stress